Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Onajonlarimizni, hoji onajonlarimizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda shodmiz, mamnunmiz. Mana shu yig'ilib turishimizning asl qahramoni bor ekan. Allohning bizga bergan eng oliy ne'mati farzand. Shunday ekan, hozir chorlaymiz prinsessamizni. Aishaxonni chorlar ekanmiz. Shu bilan birgalikda Safiya opajonimizni ham qarsaklaringiz bilan birgalikda. Baxtingni ko'rsam qilsam yo'qdirsa nigohlari jamila. Kim nomidan degan savolni allaqachon o'zi yuragingiz sezib bo'ldi. Musofirlikda bo'lib turgan opajoningiz Hamida opajonimiz nomlaridan kirib kelganmiz. Qarsaklaringizni taqdim etamiz. Marhamat. Yetaklab kelgan farzandi qoshida oy bo'lib to'lgan ilkka qo'shig'i allalar bo'lgan jonimiz rishtasi Qizim meni yolg'izim, jondan sevaman o'zim. Senga meni shu so'zim, aqlli bo'l jon qizim. Jonim senga fido bo'lsin, har dam baxt senga yor bo'lsin. Tanu joning sog' bo'lsin, jonimdan aziz qizim. Allohdan so'rab olgan, o'tmishing yodda qolgan, qalbimga mehr solgan, doim sog' bo'lgan qizim. Duo qilay kuni tun, qizim aqlli bo'lsin, baxtli bo'lgin jon qizim, do'sti dushmaning ko'rsin. Yaxshi o'qish bitirib, qo'yma meni kuttirib, duo qilay o'tirib, jonimdan aziz qizim. G'amlarga giriftor bo'lma, bevafoga yor bo'lma, zinhor mehriga zor bo'lma, jonimdan aziz qizim. Mehribonim, farishta, o'zimni asal qizim dedilar. Ayajonlar qarsakiylarni taqdim etamiz. Dunyoda jamiki yaxshiliklar borkim, bari-barisini mana shu qizimizga tilayman. Hamisha sog' bo'lsinlar, mana shu xonadonga to'ylar bo'lsin, katta bo'lsinlar. Mana shunday muborak bo'lsin, mana shunday tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Safiyajon qo'shga qarab baxtli bo'linglar. Rahmat. Qarsaylaringiz. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Ana onajonlari, bobojonlarini baxtiga hamisha sog' bo'lsin. Xush kelibsizlar mehmonjonlar. qarsaylaringiz. Uchun rahmat, barchangizni yaxshi ko'ramiz. Bir esdalik uchun ana endi suratlarga olib qo'yadi yigitlarimiz. Rahmat, e'tibor uchun salomat bo'lasiz.